Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa chala hududida yana bir ishimizni boshladik. Suv bo'lgan uy xomishga polniy qurib chiqilyapti. Inshaalloh kecha cho'rnigini urib, yamini to'qib qo'yganmiz. 3D ga BSK mokriy bo'lyapti. Juda go'zal chiqadi. Agar uy egasi yoqib qolsa, bu yerda uyini ham bir yo'l qilib yuboramiz. Inshaalloh uni ham ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilsa bo'ladi. Ko'pchilik so'raganlarga xomushi qanaqa uriladi deb. Nima quriladi? Har 50 cm, 30 cm-larga tepasidan qoziq qoqib, pena qo'yilib chiqadi. Ushash uchun. Inshaalloh o'ta go'zal ushab, chotga bo'ladi. Xudo xolasa, chala hududida ishimizni ham toshdan terishni boshlaymiz. So'qqili, balshovsko mokriy. Bunga lak sepiladi, yo kraska sepiladi. Tiniq bo'lib, bilesh berib, tepasi o'zi 3D fason. O'ta zo'r bo'ladi. Yangi ko'rayotgan odamlar uchun bu mo'yishi sho'rga qarshi chiqqan 15-20 yil garantiyasi bor. Reka teriladi. Yosh kattalik ahli aytadi-yu. Nasib uchunlar yurishdi-yu studentlar. Yo'q, studentlar bor-ku. O'ngli bu yoqqa ham reka teril bo'ldi. Xudo xolasa bugun terishni boshlaymiz. Juda go'zal chiqadi. Kutgandan keyin ham bir qator qo'yib o'tamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa chala hududida ishimizni laklansa qo'ydik. Endi tunikalar qoldi. Burchaklar ham polni tunikalarni yopganmiz. Shunday bo'lib tunika bilan yopiladi. Ochiq joy qolmaydi. Ayni chekilari bo'lsa, polni u yerda qo'yilgan joyi bor. Ko'rsatib o'tamiz. O'ta shunday bo'lib, tunika fomi bilan o'raladi. 2 cm borti chiqib turadi. 10 cm atrofi chiqib turadi. O'ta go'zal bo'lib, bagati vid beradi. Fasadimiz 3D deyiladi. Mo'yishi 15-20 yil garantiyasi bor. Liboy devorga ketadi. Xomg'ish, pishig'ish, laka blok, pena blok. Devor tanlamaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, toshlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilsa bo'ladi. Ровный бег моей судьбы, ночь, печаль и плеск души, лунный свет и майский дождь в небесах. Долгий век моей звезды